Bilarmidingiz, blinchikka xamiridan shunaqa do'mboqqina bananli pirog qilsa bo'lishini? Bilmaganlar uchun ko'rsatib beraman. Zavtrakka juda ham to'yimli va shirin pirog bo'ladi. Tuxum bilan shakarni yaxshilab aralashtirib olgandan keyin ustidan sut, yog', un va bir chimdim razjahitelь solib, ularni ham yaxshilab aralashtiramiz. Qumaloq bo'lib qolmasligi kerak. Keyin qizib turgan tovamizga sariyog' surib, ustidan shakar sepib chiqamiz. Keyin to'g'ralgan bananlarimizni tovaga terib, ustidan tayyor xamirimizni qo'yib, qopqog'ini yopib, pastoluvda yoqib qo'yamiz. Pirogimiz pishguncha chirk va kir bo'lib ketgan gazlarni 5 minutda billuri super aktiv vositasi bilan yaxshilab tozalab oldim. Ko'p kuch ishlatish shart emas. Oddiy gubkada bitta artmasa ham hamma yog'lari top-toza bo'lib ketadi. Gazinglar yaltillaydi, reshotkalarigacha top-toza qilib beradi. Olib ishlatib ko'ringlar. Endi pirogimizni teskari tarafini ag'darib, yana 12 minutga qo'yib qo'yamiz. Qarabsizki, do'mboqqina, shiringina pirogimiz tayyor. Ustini xohishga ko'ra bezatib, maza qilib yesanglar bo'ladi. Mana videoda ichlarigacha pishgani ko'rinib turibdi. Albatta tayyorlab ko'ringlar.